欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Askai。今天我们要学习的是第5单元的语法一点通第5单元的语法一点通。我们来看一下今天的这个语法一点通呢，一共是3个一个是动态助词了，然后呢是形容词重叠，然后是间语句。好，咱们一起来看一下第一个动态助词了，加在动词之后，那就是필는 케이닉이 kilip，表示动作所处的阶段的助词叫动态助词带读。필는 케이닉이 kilip，andan keyin shu harakatninki qaysi mushu tabiqiga kelganligini so'zlaydigan mundaq yordamchi so'zlarni biz 动态助词deymiz。那么动态助词了加在动词后表示动作完成，那就是动词ninki keyniga lni qo'ygan vaqtimizda shu harakatninki tamomlanganligini ko'rsatib berdi deydi lni naga qo'ygan vaqtimizda pilninki keyniga qo'ygan vaqtimizda shu harakatninki tamomlangan ya'ni tugaganligini ko'rsatib berdi。比如说man nima qildim deylik, man kirlarimni yuvib bo'ldim bo'lsa我洗完了衣服yoki bo'lmasa 我洗衣服了man bashqur kiyim yuvdim degan bo'lsa 我洗了5件衣服，我洗了5件衣服desak bo'ladi。那opam Shanghayga yig'inga ketdi degan bo'lsak 妈妈去上海开会了，妈妈去上海开会了desak bo'ladi。ishqilib动词ninki keyniga lni kelgan vaqtimizda shu harakatninki putganligini ko'rsatib berdi。那biz hozir 5 dars o'rganib bo'ldik degan bo'lsak 我们已经学了5个单元，我们已经学了5个单元desak bo'ladi。那这个了nerede学ninki keynida。好，miyadagi misol qarab baqsak 他买了2条裤子和1双鞋子。他买了2条裤子和1双鞋子。那么这个了qaysi买ninki keynida那olib bo'lganligini ko'rsatib berdi, setib olib bo'lganligini。昨天我们吃了烤全羊，tunigun biz烤全羊yedik，那吃了那yeb bo'ldik，那就是说bu harakatninki tugab bo'lganligini, tamom bo'lib bo'lganligini ko'rsatib berdi。好，那就是说siz bir ishni qilib bo'lgan bo'lsangiz uningga lni qaytadan qilib bo'lmagan bo'lsangiz uningga aldirab lni qatmang。比如说men topshiriqni yozmadim degan vaqtimizda nurg'un saboqdoshlar 我没有写作业了 deydi， 我没有写作业了。那了desangiz bu bitdi degan bo'ladi， 没有desangiz texi qilmagan bo'lasiz。那bu ikkisi bir-birisiga ziddiyat bo'lib qoldi. Shuning uchun 我没有写作业 bilan to'xtashingiz kerak. Keyniga lni qatmaymiz. 我没有写作业。Andan keyin masalan men bormayman degan bo'lsa 我不去了。那buningga这个了 qaytildi， 但这个时候的这个我不去了deganimiz qaysi bo'ldi desakchi bu intonoziyalik so'z, ma gap emas。u jumlaninki eng oxiriga kelib 它只是表示一个语气，这个呢和这个了不一样。lninki jami 5 xil ishlatilishi bor， lning jami 5 xil ishlatilishi bor。然后bugun miyada o'rganganimizda
bu qaysuda emas, shu harakat, ya'ni fe'lninki keyniga kelib, shu harakatninki putganligi. Nima ishni qilib bo'lgan bo'lsangiz, bijnimli desangiz bo'ladi. Ko'rib bo'lsangiz kanla, yezib bo'lsangiz shela, setib olib bo'lsangiz mayla, raho deb bo'lgan bo'lsangiz shola, anglab bo'lgan bo'lsangiz tingla degandek, shu harakat putdi bo'ladi. 否定是在动词前面加上没有去掉了bayamqı deganim shu. İnkar şekli qilgan vaqtimizda oldiga mayoni qitib keynidagi malni ilib etamiz. Demishqa desak mayo shu putmidi, li shu putdi, bu ikkisini birga kelgan vaqtimizda qanday bo'ladi? Bir-birsiga ziddiyat bo'lib qoldi. Shuning uchun birga chiqmaydi. 我没去看电影, men kino ko'rgili bormadim. 迪利亚尔去了迪利亚尔去了。我没买鞋子 men oyoq setib olmadim. 我买了裤子 men ishdan setib oldim. 我买了裤子没degan xat bo'lgan vaqtida l yo'q, l bo'lgan chaqda没有好，这是这个。下面呢他说，如果一个动作必然会发生或一定会发生, agarda ma'lum bir harakat cho'qim yuz beradi desak, 但是现在还未发生, lekin hozircha tehi yuz bermadi. Nima keynida cho'qim yuz beradi, faqat hozircha yuz bermadi. 可以用还没有呢还没有呢 tehi bo'lmadi degan holatda kelmasa, 还没有呢 deganni. 就比如说 topshiriq yozish deylik. Topshiriqni yozdingizmi desam, yo'q texi. Lekin yozamsiz, yozasiz. Bu ish cho'qim yuz beradi, shunami? Bu vaqtda你就说还没有写呢，还没有写呢。这个地方明白了没有啊？就是说 bir ishni qilmaymiz deb inkor qilsak, uningga mayoni akasak ham bo'ldi. 就比如说 topshiriqni yozdingizmi desa, yo'q. Nima lekin bu yo'q degan vaqtimizda shu没写. Endi yozamdu, yozmamdu, bundan ma'nosi chiqmaydi. 就是说 balkim yozmasam qanday qila olasiz degandek, 我就不想写，我不写怎么了 degandek mundaq bir kanjuyami bor bo'lib qolishi mumkin. 但是 yo'q texi degan vaqtimizda demak bu topshiriqni yozadi. 只不过 hozircha texi nim qilmadi, yozib bo'lolmadi. 就比如说 hozir tush bo'ldi, tushuga vaqtimizda men sizdan so'rayman, tomoq yedingizmi deb. Agarda siz yo'q, maychi degan bo'lsangiz, yemadim. Birdan turib yemsiz degan bundaq ma'nosi yo'q ma'noda. Balkim shuning bilan ham yemasligingiz mumkin, yo balkim yeyishingiz mumkin. Buni men gapingizdan bilmayman. Lekin siz hay maychina degan bo'lsangiz, birdan turib cho'qim yeydiganligingiz gapingizning ichidan ifodalanib turdi demdi. Hay maychina desangiz, birdan turib cho'qim yeysiz. Lekin maychi desangiz, shu yemadim, lekin birdan turib yemsiz yemamsiz, u aniq emas. Shuningga biz bir ishni cho'qim qilma, lekin hozircha texi qilib bo'lmagan bo'lsak, hay mayni deymiz, hay mayni desak bo'ladi. Miyega qarsak, Wang Li, 你们去喀什了没有? Qashqarga bordinglarmi? Hay may chuna, texi bormidi. Demak bular cho'qim boradi. 你已经告诉王宇了吗? Siz Wang Yuga dedingizmi? Hay may呢, yo'q texi. 我下了课就给他打电话. Men darsdan tushgandan keyin uningga telefon qilay. Demak, yili qilaman demakchi. 好，那么下面有一个正反疑问句正反疑问句形式如下正反疑问句形式。在立派来了没有？那不能应该就是说inkar andan keyin inkar tasdiq so'roq jumlasining
şekli mındaq bulab mağdı. Cümfen yevencu degenimiz inkar, tasdiq, sorak cümlesi. 那么的 boldu mu yok 什么了没有什么了没有 deb chiqdi ha. Mesela siz bordingiz mu yo'q bo'lsa 你去了没有你去了没有 deymiz ha. Yedingiz mu yo'q 吃了没有吃了没有 yazdingiz mu yo'q 写了没有写了没有 ko'rdingiz mu yo'q 看了没有 aşı pil keyniga lı anandiki 没有 degende ekersek mushuni qildingiz mu yo'q degan ilaqi savol shakli bo'lib qoldi va boshqalardan biz so'rg'a vaqtimizda bu shu tamoq yedingiz mu desak ni 吃饭了吗 deb so'raymiz-ku. 那么 ma'ni ekersak bo'ladi-ku. Ni 有没有吃饭 deb 有没有ni ekab so'rasaqmi bo'ladi. Andan keyin Hazırki mavu le没有 deb so'rasaqmi bo'ladi. Ni 吃饭了没有你吃饭了没有 deb so'rasaqmi bo'ladi degan gap. 正反语文juna kelgan vaqtimizda o'sha le-ni qidib keyniga 没有ni ekilamiz. 8-sida 昨天的作业你做了没有 Tunigungi topshiriqni yazdingizmi yo'q? Tunigungi topshiriqni yazdingizmi yo'q? 做了没有 degandek. Ishqilib, 这是了ninki qanchinchi xil ishlatilishi bo'ldi? 这个 uchinchisi bo'ldi, shunami? 第一个是动词ninki keyniga ekilib shu harakatninki tamomlanganligi, yo'q bo'lmadi, qilmadi degan vaqtida le-ni qanday qilamiz? Le-ni chiqarib etib oldiga mayoni ekilamiz. Andan keyin cho'qim qilasiz texi yo'q texi degan vaqtimizda hay mayoni deb ekilamiz. Nima boshqalardan savol qilib so'rag'an vaqtimizda shama le mayo manda qildingizmi yo'q deb shama le mayo bo'lib qoldi. Aslida bir tal meyada 就有一个注意，我们来看一下动作的完成只表示 动作所处的阶段与动作发生的时间无关的。那动作 mushu harakatninki tamomlanganligi, shu harakatninki qaysi mundaq ilaqi tabiqida turayotganligi, shu boshlangan tabiqidami, o'tirsidimi yo tugagan holatdimi, shu holatni ham so'zlaydi va bu shu harakatninki qaysi vaqtda yuz berganligi bilan munosabatsiz. Demak, bu harakat kelgusida yuz berganmi, undan burun yuz berganmi, ya shu vaqtning o'zida yuz berganmi, kan 这些东西呢 没有关系，就是vaqt bilan munosabatsiz demakchi ya. Vaqt bilan munosabatsiz. Ba'zi vaqtida mushu le o'tib ketgan zamonni ko'rsatib berdi deydi. 其实不是的啊, le-ni o'tib ketgan zaman desak bo'lmaydi. Faqat shu harakatninki putganligini ko'rsatib berdi. 好，那么 ikkinchisiga diqqat qilganimiz 发生在过去的动作, o'tib ketgan vaqtda 这个 yuz bergan harakat 如果是经常性的 agarda doim yuz beradigan yoki bo'lmasa 不需着重说明动作已经完成时动词后不加了 就是说 ma'lum bir harakat doim yuz beradigan yoki bo'lmasa buni biz ilaqa ta'kidlab so'zlashimizning hojati yo'q bo'lgan bo'lsa keyniga le qatmasaqmi bo'ladi deydi. 那意思是什么呀? Biz doim bir qildigan ishlarimizning keyniga le-ni ekenmesakmi bo'ladi deydi. 就比如说 men u doim kechikadi. 他常常迟到了 demaymiz. 他常常迟到 desak ham bo'ladi. 那么yerdagi misolga qarasak, 以前我常常去他家玩. Burun men doim ularning uyiga berib o'ynaydim. Doim bo'lgandan keyin bu harakat doim yuz berib turdi. Shuning uchun keyniga le qitishninki hojati yo'q. 那 eng oxirida 去年我在农牧民业校学习国家通用语言 oldingi yili men mushu dehqon chorvachilarninki mushu nimasi kashf kursida davlat o'rtaq tilini o'rgandim debdi. Bu yerda bu ishninki tamom bo'lib bo'lganligini men ta'kidlamoqchi emas. Shuning uchun keyniga men le-ni qatmasaqmi bo'ladi degan gap. Andan C'ga qarasak 带了的动词如果后面有宾语, 那么 mushu pilninki keyniga le-ni qatgan bo'lsak, hamda keynida nima bo'lsa to'ldirg'uchi bo'lib qolsa, 这个宾语一般要带数量词,
bu to'ldiruvchininki oldiga odatda biz son miqdorini ekilimiz deydi. 或其他定语才可构成完整的句子. yoki bo'lmasa qolgan shu aniqlovchilarni qo'shib kelsak, andan keyin bu bir to'liq bir jumla bo'ladi. Bu gapninki ma'nosini tushundikmi? 就是说 fe'lning keyniga l-ni ekeldik, keyniga bevosita bir ismni ekelsak, bevosita bir to'ldiruvchi deymiz-ku. To'ldiruvchini ekelsak, bu jumla toza aniq bo'lgan jumla bo'lmaydi. Shuning uchun biz odatda yo son shu keynidagi ismninki oldiga bir son miqdor ekilimiz yoki bo'lmasa qolgan aniqlovchilarni ekilib so'zlasak, andan keyin bu jumla aniq jumla bo'ladi. Masalan, men kitob sotib oldim degan bo'lsak, 我买了书 deymiz-ku. 我买了书 desak, bu jumla sal ilaqi yerimi kam bo'lib qolgandek bo'ladi. Shuning uchun buningga biz men ipanni qitib, men bir kitob sotib oldim desak, 我买了一本书 我买了一本书 desak, 就更好了 demekçi. Texmi mukammal to'liq bo'lgan bir jumla bo'ladi. Bo'lmasa jumlangiz bir yerim bo'lib qolgandek, qarishtirib, anglab, bir xil bir yerlar kamdek nejong ganjo bo'lib qoladi. Gapim tushundikmi? Masalan, medik misolga qarasak, 我买了一本书 就是我刚才说的那个是吧? 我买了书 desak 就有点 xato degili bo'lmaydi, lekin bir yerlari kam. 我在乌鲁木齐认识了几个新朋友. Men Urumchida bir necha yangi do'st bilan tanishdim. 我在乌鲁木齐认识了几个新朋友啊，这里面 learning kendiki qarşı 几个 son miqdor 新朋友 aniqlovchilar. 那么 agar da 我在乌鲁木齐认识了朋友 desak, 就感觉 你既然都是朋友了嘛，都说不管你跟人看到后来不认识不了多的样的，就反正就是呢，这个句子会让人感觉不对劲，明白了吗？所以呢，要把后面的这个to'ldiruvchi呢就aniq qilib deyishimiz kerak. 然后，如果宾语为简单宾语agarda keyindagi to'ldiruvchi oddiy bo'lgan to'ldiruvchi bo'lgan bo'lsa, l-ni biz nega qo'yamiz deymiz? Jumlaninki eng oxirga. 就是说, masalan, siz bayanqiga o'xshash 我买了书 deb shuni ham ekelgan bo'lsangiz, boshqa hech nima yo'q bo'lgan bo'lsa, u vaqtida bu l-ni shu shuningki keyniga qo'ysangiz, bu jumlangiz yana normal bo'lib mangdi. Shu vaqtida 我买书了, men kitob sotib oldim. 我买书了 desak 更好啊，更好。那 medikisiga qarasak, 昨天你去哪儿了? Tunugun siz nega bordingiz? 昨天你去哪儿了? 那这个了就直接放在后面了，是吧？第14个，我朋友来乌鲁木齐了。Dostum Urumchiga keldi. 看，来哪里？来了乌鲁木齐。那来了乌鲁木齐 qilsak, 这个乌鲁木齐 也就是üstüdeki o'xshashma to'ldiruvchi pek oddiy bo'lib qoldi. U vaqtida bu jumlaning bir yerlari kamday. Shuning uchun bunda ahvol ostida l-ni biz shu bingyuninki keyniga qo'yamiz. 我朋友来乌鲁木齐了 bo'lish kerak. 我陪他去红山了. 那我陪他去了红山 desak bo'lamdi, 也可以. 还是我刚才说的那句话, to'ldiruvchi oddiy to'ldiruvchi bo'lgan chaqda biz odatda l-ni keyniga qo'yamiz. Bu oddiy to'ldiruvchi deganni qanday tushunamiz desakchi, 就是 birli so'z bo'lgan bo'lsa, keyniga qo'yamiz degan gap. 好，这是第一个这个了，懂了吗？那ikkinchisiga qarab baqsak, 形容词重叠deydi. 形容词重叠. 那形容词重叠deganimiz sifatninki qo'sh yazilishi, sifatninki qo'sh yazilishi. 我们来看一下啊。一部分形容词可以重叠, bir qism sifatlarni qo'shib qilib yozg'ili bo'ladi. 重叠后一般表示性质状态的程度加深. 那bu qo'sh yozilgandan keyin xarakteri yoki bo'lmasa holatininki darajasininki yuqori ko'tarilganligini ko'rsatib beradi.
单音节形容词重叠yolg'iz xatlik bir xatlikka bir xatlik sifat iliq nima qo'sh yozilgan vaqtida 口语中第二个音节常常变第一声并儿化。那ikkinchi xitini odatda biz birinchi ton qilib hamda uni arxa qilibimiz deydi. 就比如说啊 iliq obdan yaxshi degan vaqtimizda 好好学习好好学习degandagi mau qo'sh qilib ikkinchi xitini birinchi ton qilib o'qib o'tamiz. Ba'zi ko'pinchisidamu ya'ni shu yenik ton qilib o'qiydigan ahvolmi bor. 那双音节词重叠的方式呢，那就是一个qo'sh xatli bo'lib mangan vaqtida uni biz mushu重叠qilgan vaqtimizda AABB masalan pokiz deganni ganganjingjing degan bo'lsa, ganjing degan bo'lsak, shu vaqtida ganganjingjing bo'lib mangdu degan gap. 那ganganjingjing 好，这个我再讲一下啊，我再讲一下，比如说。就是这个意思。Sifatni bilamiz-ku. Masalan, mushu narsalarning xarakterini, holatini so'zlaydigan so'zlarimiz sifat bo'lib mangdi. Agarda biz shu sifatni kuchaytmoqchi bo'lsak, biz shu sifatni qanday qo'sh qilib yozsak bo'ladi. Masalan, qizil deganni xong degan bo'lsa, qip qizil desak, xong da bo'ladi. Da degan cho'ng bo'lgan bo'lsa, cho'ng bo'lgan bo'lsa da bo'lib mangdi. Oq deganni bay degan bo'lsak, oppoq desak, bay da bo'lib mangdi. Tindingmi? Bu bir xatlikka. Nima ikki xatlik bo'lgan chaqda, masalan, chiroyliqni pyoliang degan bo'lsak, chip chiroyliq bo'lgan bo'lsa, o'sha pyoliang. Andan keyin ratlikni zhengqi desak, ratlikkan desak, zhengqi. 那就是说 kuchaytib vahshiy mundaqkan deb turib demoqchi bo'lgan chaqda shu xatni biz qo'sh qilib yozsak kuchayib mangdi. 这个现在听懂了吗？然后呢就比如说 xo'shal degan vaqtimizda 高兴 deymiz-ku. 那 shunda xo'shal degan chaqda 高高兴兴开开心心，对吧？ iniq degan chaqda 清清楚楚 deganga o'xshasha buni kuchaytgan bo'lamiz. 形容词重叠后做状语，那 sifatni biz mushu qo'sh qilib yozib buni holat qilgan vaqtimizda 单音节重叠后可加可不加助词的。那ma tuyedini qassaqmi bo'ladi, qatmasaqmi bo'ladi, lekin 双音节ga odatda ma'u dini qatamiz. Masalan, bu yerga shu ma'u, masalan, singlim kiyimlarini noit ratlik qilib tizib yotibdi desak, na 妹妹整整齐齐的 叠好了自己的衣服，妹妹整整齐齐的叠好了自己的衣服的say不了，但是面的个嘛的看不告诉买，妹妹整整齐齐叠好了自己的衣服的say不买的。但是呢，如果是一个字的播撒，一个字的播告瓦的，那咱们可以这个的呢，卡萨么不鲁多，卡么萨么不鲁多啊。那么咱们astadagi misalga qarab baksak, birincisi 每天妈妈都早早的起床啊，早早的起床。每天아빠 말gün이 diganda qo'pidi。那这个时候的这个的，这是一个单音结果嘛的bo'lsimi bo'ladi lekin ko'pinchisi qitib mangmiz a。ikkinchisi 你生病了就应该好好休息一会儿。siz og'rib qolgandan keyin obdan aramasangiz bo'ladi. Üçüncüsü 房子里干干净净的 uyning ichi pak-pakizgan. 妹妹的头发长长的 singlimniki chichi uzun uzun demdoq ya. 这些都可以 ishqilib形容词重叠的 esimizde bo'lgan nuqta hisobda bir deb o'ylasak bo'ladi va sifatni qo'sh qilgan vaqtimizda kuchayib mangdi. Birinchi第一册的时候我们学过动词的重叠 fe'lni qo'sh qilgan vaqtimizda ojizlab mangdi. Sifatni kuchaytgan vaqtimizda kuchayib mangdi va fe'l ojizlaydi, sifat
küçüğüydü. 记住了吗？好，第三一个简语句，简语句。简语句deganimni qarab boqaylik. 有一种动词谓语句, bir xil mushu pil xabar bo'lgan jumla var. 谓语有两个动词结构构成, 那 xabarda qancha tal pil bor desak-chu, 2 pil bor. 那就是bu xabarda 2 pil bor. Oldidagi 动词的宾语, oldidagi pilninki to'ldiruvchisi, keyingi动词ninki egisi, keyingi pilninki egisi bo'lib mangdi. Bu xil jumlani biz 简语句 deymiz. Nima degan gap bu? Nima qalaymaganchilik bu? Na, men bu shu ostidagi misaldagi jumlani ilib sizlarga tushuntirib qo'yay. 好，我们请老师教我们唱校歌，对的我们请老师教我们唱校歌。这个地方动词的很词吧，是吧？birisi请teklif qilishdagi请, yana birisi教o'rgatishdagi教. Andan keyin bu cümleni biz ikkiga bo'lsak, 首先是我们请老师, biz muallimni teklif qildik. Nima teklif qilgan odam kim u? Biz. Kimni teklif qildik? Muallimni. 我们请老师. Endi ikkinchi动词ga qarsak, 教我们唱校歌, bizga maktab naqsini aytishni o'rgatadi deydi. Na maktab naqsini o'rgatadigan kim u? Muallim. Na 就是老师教我们唱校歌. 你看啊, 我们请老师, biz muallimni teklif qildik. Na miyada biz degan egisi, 请 degan xabari, bu 老师 deganimiz bizniki nimamiz bo'ldi? To'ldirg'uchi bo'ldimi? Endi men keyinidagi bo'limga qarsak, 老师教我们唱校歌 bo'lgan chaqda, na bizga kim o'rgatadi? 老师o'rgatadi. Na 老师men keyinidagi jumlaning nimasi? Egisi ya. 老师教我们唱校歌. Na kim o naqshini aytadi? Biz aytamiz. 我们唱. Na 我们又是这个地方的 to'ldirg'uchi bo'ldi. Na shu vaqtida buning ichidagi qo'sh rolni olgan so'z qaysi so'z? 老师 degan so'z. 它是这个句子里面的一个尖词. Qanday qo'sh rolni oldi desak, 请 teklif qilish degan harakatga qaragan chaqda bu to'ldirg'uchisi bo'ladi. Lekin 教 o'rgatish degan chaqda bu egisi bo'lib qoladi. Shuningga bu qo'sh rolni olgan so'z bo'ldi. Bu xil ma'lum bir so'za, 就是qo'sh rolni olsa, bu 简语句 bo'ladi. 简语句 bo'ladi. 好，那咱们来看一下，再看一下第二个，妈妈让我读一下姐姐的信. Opam menga nimish qildi de, 就是achamninki xitini o'qib ber dedi. 好，妈妈让我读一下姐姐的信. 让 妈妈让我 birinchi bo'limi. Opam kimni buyuryapti? Meni. Egisi opam, na men to'ldirg'uchi. Na xatni o'qib beradigan odam kim u? Men. Na 我读一下姐姐的信. Na men achamning xatini o'qiyman. Na shu vaqtida buning ichidagi jinsi qo'sh rolni olgan so'z 我 degan so'z. Qanday qo'sh rolni oldi desak, oldidagi opam meni ish bo'lgandan keyin 让 deganning to'ldirg'uchisi bo'ldi. Na miyaqdagi o'qib berish 读 deganning ki egisi bo'lib qoldi. 好，那这个就是简语句bo'ladi. 妈妈让我读一下 opam menga achamninki xatini o'qib ber dedi. 好，一般情况下 qanday jumlalarni biz shu 简语句 qilamiz desak-chu, 就是说 ma'lum bir odama ishlamasa, ma'lum bir odamga munda qiling deb bir buyruq so'qiladi-ku. Shiling bo'lgan vaqtida, bu odatda biz shu 简语句ni ishlatamiz. Palonchi sizni munda qiling dedi degan vaqtimizda bu 简语句bo'lib mangadi. Ko'pincha qaysi so'zlarni aytganimiz desak, masalan 请教让 debdi-ku, yana masalan 使 pay avatish, pay andan keyin so'y suylash, bi majburlash, 求 o'tinish,
能的跟命令这个buyruq qilish quli rag'batlantirish degandek malaning hammasiga mushu监语句chiqdi. 那面的呢3-4把间王小刚叫我给他买瓶水. 那王小刚叫我 kimni chaqirdi meni. 那我是嘛jumlaninki to'ldirg'ich bo'ldi. 我给他买瓶水. Suni kim oladi? Men olaman. Men那su oladigan ma harakatniki egisi bo'laman. 那在这个地方的监语监词qaysi bo'ldi? 我bo'ldi ya. 王小刚 meni uningga bir botulka su appa dedi degan bo'lib mangdi. 好，这个地方明白了吗，同学们？Aslida请教让都有要求别人做某事的意思. Her üççülüsününki başqalarga ma'lum bir ishni qilg'izish degan mundaq ma'nosi bor. Chingni ishlatgan vaqtimizda sal iliqi mundaq tuzut qilgan mundaq bir so'rinlarda demdi. Shu adabligiroq chiqdi demakchi-ku. Anandikin bu chingninki yana bir iliq taklif qilish degan ma'nosi bor. 比如说我请你吃大盘鸡, men sizni mushu dapanji yeyishga nima qilay? Taklif qilay degandek. 我请你干什么呢？吃大盘鸡 degandek. 好，这是我们的监语句，同学们听懂了没有？ Ishqilib bu监语句ni mundaq tushuninglar. Birisiga bir ishga buyurgan vaqtimizda pay bo'lamdi yoki so'y bo'lamdi, majburlamdi, o'tinamdi, ishqilib bu ishchi siz deysiz, yana bir odam qiladi. Nima? Bu xil jumlada o'sha 监语句 chiqdi. 他让我干什么，叫我干什么，使我干什么，能跟这个派我干什么，逼我干什么，求我干什么。Bayan ben bir neçe sözünü dedim-ku. Asas chetdan mushu so'zlarni esimizda tutib olsak, mushu so'zlar ishlatgan vaqtimizda 监语句bo'ladigan deb esimizda tutib olsak bo'ladi. 那同学们知道了吗？那今天的作业呢就是把这个语法一点通里面所有的东西都再好好的看一遍. Astaydillik bilan ko'rib, keynidagi 任务大盘点呢 yaxshi bir ishlaytinglar. Bilamdi? 那我们今天的课就先上到这里，我们下一期再见。